Aka, assalomu alaykum. Mana shu sushimizni ishlayversangiz 500 ming so'm pul berib yuboraman, aka. Nima bo'ldi, aka? Sushi, aka. Yeb bera olasizmi ishlashda? Bo'lmasmidi, aka? Kesilgan bo'lardi, bu kesilmagan, aka. Bo'ladi, smelo yeyveramiz. Shartlarni bilasiz. Faqat bitta iltimosim bor. Videoni Instagramga joylaymiz. Keyin aka olib tashlay videoni deb bunaqa bo'lmasin, iltimos aka. Oldingida bitta ishtirokchini shunaqa oldirib tashladilar-da. Bunaqa bo'lmaydi. Siz kim? Do'konroq. Shu videoni beklarga tashlab qo'yinglar. Ketdi mana birinchisi ketdi. Voy, spokойно yotdi. Aka, mana ikkinchisini tayyormisiz? Tayyorman, lekin ketmaydi o'joda. Boricha harakat qilavering, davom ketdi ikkinchisi. Ozgina qoldi, lekin yeb qo'ysa bo'ladi menimcha aka. Caesar sushimiz bo'ladi, ko'rasizlarmi? Rangi tilladek yaltirab turadi. Buni ta'mari bomba, bitta yeb ko'rsanglar, mazza qilib ketdi oxirgisi qolyapti aka. Ketdi. Davay, akasi yuboring aka. Yaxshi, hammasini yeb tashladi lekin akamiz borib. Gap bo'lishi mumkin emas. 500 ming so'm bilib pul berib yuboramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bratimiz bor, sal qiynalib bo'lsa ham yeb tashladi hammasini. Hozir 500 ming so'm kartalarga o'tkazib beramiz. Davay, karta aytib yuboring aka. 86 ming. Mana do'stlar, 500 ming so'm kartasiga o'tkazib berdik. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lib qolishingiz mumkin. Yo'lda ko'rganingizda отказ qilmanglar, iltimos. Shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar.